begim bo'lsa kerak. Darvozani tezroq ocha qo'ying. Siz ichkariga kiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ertalabdan beri ish qilib bugun yetib kelsinlar deb yo'lingizga ko'z tikib o'tiribmiz. Rahmat. Voy. Kelin bola ko'rinmaydilarmi? Iye. Hali begimmi xabarlari yo'qmi? Kelin bola to'ygacha jamolini qalig'iga ko'rsatishi mumkin emas. Qani, to'rga o'ting. Joyiz bekizni yonida. O'tiringlar. Qani omin. Iloyo qo'sha qariylar. Parvardigor sizlarga qo'sha pahlavon o'g'illar u oyjamol qizlar ato etsin. Amin. Allohu akbar. Qani, endi keliga degan sovg'angizni bermaysizmi, kuyov? Garchi bu sovg'am niholdek yosh dilbar qaldig'imni charosdek ko'zlari bilan bir qiyo boqishiga arzimasa ham, men buni chin dilimdan tuhfa etaman mahbubamga. Rahmat begim. Bugun men bu yosh qaldig'imni onalik mehri bilan o'z bag'rlariga olgan, yomon kunlarda achchiq so'z aytib uni dilini ranjitmagan mehribon xotinlarimni ham unutmadim. Bu sizga. Rahmat begim. Bu sizga. Rahmat begim. Voy, ona qarang, chiroyliligini. Buni qarang. Xudo hayotiga hech qanday yovuz kuch rahna solishga, uni barbod qilishga qodir emasdek tuyulardi.